butun dunyo qizlarini sevgi haqidagi fikrlarini o'zgartirib, standartlarni yana ham yuqori ko'tarilishiga sabab bo'lgan ajoyib dorama haqida gaplashamiz. Yaxshi bilasiz, koreys seriallarini tahlil qilishni yoqtiraman va bugun ham an'anaga sodiq qolgan holda yana bir ajoyib koreys seriali haqida gaplashamiz. Hayot senga mandarin tutsa. Barchaga salom, sizlar bilan kino tahlil. Bugungi serialimizni ko'z yoshlarsiz tomosha qilish shunchaki ilojsiz. Boshladik. Hayot mandarin tutsa. Serial 2025-yil mart oyida Netflix platformasida taqdim etildi va nisbatan qisqa vaqt ichida katta auditoriya tomonidan ko'rilib, trend darajasiga ko'tarildi. Kino platformalardagi reytingi esa 9.3, jami 16 ta epizoddan iborat. Romantik serialda bosh rollar Ayu hamda Park Bo-gum tomonidan gavdalantirilgan. Serialimizdagi asosiy personajlarimiz Jeju orolida yashovchi oddiy yigit Gwansik va undan ham oddiyroq bo'lgan qiz Esun haqida hikoya qiladi. Va doramani eng e'tiborga molik taraf ham aynan shunda deyish mumkin. Ya'ni odatiy koreys doramalaridagi boy yigitlar, super qahramonga ega insonlar va yokida yovuz dushmanlar, mana shu kabi detallardan ijodkorlar mutlaqo voz kechgan holda odatiy hayotda uchrashi mumkin bo'lgan va odatiy hayotdan olingan hikoya orqali butun dunyo e'tiborini qozona olishdi. Va bu muhabbat hattoki o'sha super qahramonlar yoki badavlat yigitlarning sevgisidan ko'ra kuchliroq xarakterga ega. Misol uchun filmdagi kichik detallar. Gwansikning har kuni Esun uchun baliq olib kelishi, unga ko'maklashishi, u bilan birga yig'lashi, qulayligi uchun stulcha yasab berishi, qiz qaytishini so'raganida kemadan sakrab uning yoniga suzib kelishi. Bularning barchasi oddiy, sodda, haqiqiy va fidoyi muhabbat tasvirini mukammal yaratib bergan. Esun Gwansik bilan birga yurganda qo'llarini uning cho'ntagiga solib yuradi. U bergan to'ng'ichni hammadan qizg'onadi. Bu shunchaki oddiy, soddagina va odamni havasini keltirib o'ldiradigan muhabbat. Xo'sh, qahramonlarimiz o'zi kim? Qizimiz sho'rlikkina Esun otasidan erta ajralgach, amakisining xonadonida xizmatkordek yashab yurgandi. Onasi yangi hayot boshlagan va qizini yaxshiroq sharoitda yashashi uchun amakisi bilan qoldirgan edi. Lekin ular Esunni xo'rlashar, hatto yetarli ovqat ham berishmasdi. Shundan so'ng onasi Esunni olib ketadi, lekin qizning quvonchi yana uzoqqa cho'zilmadi. Sababi g'avvoslik bilan shug'ullanuvchi onasi ham uni tashlab ketdi. O'gay otasining ham, amakisining ham uyiga sig'magan sho'rlikkina Esun Gwansikning yoniga borib, "Men sendan boshqa hech kimga kerak emasman" deb ko'z yosh to'kadi. Lekin unga kerak bo'lgan yagona inson va uni baxtli qila oladigan inson aynan Gwansik edi. Yuragim. Ularning hayot yo'li qanday davom etdi? Gwansikning zolim onasi va buvisi Esunni qabul qilishdimi? Ularni oldinda qanday sinov va qanday baxtli kunlar kutmoqda? Javobimiz esa hammasini aytib bersam qiziqib qoladimi? O'zingizlar ko'rishinglar kerak bu narsani. To'g'risini aytganda, kinoni ko'rish davomida his qilgan hissiyotlarimni barcha insonlar his etib ko'rishini xohlardim. Chunki kino seriallarni ko'rishdan asosiy maqsad ham hissiyotlar to'lqinini anglash emasmi? Siz bilan doimgidek kino sharhlovchi, serialshunos Sadoqat bo'ldi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Replayda ko'ring demadimi? Ketingizlar. Hayot senga mandarin tutsa serialini hoziroq o'zbek tilida yuqori sifatda Replay platformasidan topib tomosha qilishingiz mumkin. Siz bilan esa kino sharhlovchi, serialshunos Sadoqat bo'ldi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Bye bye. Bo'ldi, meni bosib boring. Hammasini olib yotdi. Mana shu joylarni ham qo'yib boringlar oxiriga, o'rtalariga.
Весь пух и прах, все с одного ребра. И одна сатана, а в глаза бела